Qo'ling bor, ey. Budjetga ovoz bera olasizmi? Ha. To'lov bor lekin. Assalomu alaykum. Open budjetga ovoz beraverasizmi? To'lov bor 30 ming so'mdan. Ovoz berish kerak. Mahalla. Bugun kechqurun boshlangan ovoz berish. Bizga ko'rsata olasizmi? Mahalla. O'zi. Nomerni aytsangiz, open budjetga keladi o'sha qaysi mahalladagilarga. Internet yaxshi ishlamayapti. Saytga kirib olasizmi? Shunday. Yo'q, saytga kirib sizga jo'natishadi, o'sha saytdan ko'rsangiz ham bo'ladi. Ha, menga ishonishadi. Men internetim ishlamayapti. Men qanday open budjetga ovoz beryapsiz? Men telefon qo'yib turaman. Nomer kiriting. 93lik. Keyin 506 55 36. Nomerdan kelyapti. Yo, o'sha nomerdan sizga jo'natishadi-da, saytdan. 8976 ekan. Saytga kelish kerak. 8976 yozdingizmi? O'tiring. Yo, gромкада dedi. Rahmat ovozingiz uchun kattakon. Yo'q. Men tushunmadim. Hozir open budjetga o'zidan kelish kerak. Yo, open budjetdagi odamlarimizga telefon qildik. O'shalar sizni open budjet saytidan sizga SMS yuborishdi. Bo'lmaydi, men to'g'risizman. Yo'q, mana. Ovoz bersangiz saytdan keladi. Yo, o'sha saytdagi odamlarimiz sizdan to'g'ri tushuning, saytdagi odamlar sizga jo'natadi. Ovoz bergan bo'ldim. Qani menga birorta narsa ko'rsata olasizmi hozir isbotlash uchun? Ha, ko'rsataman, internetim hozir ishlamayapti men. Nimaga ishlamaydi? Ovoz yig'ib yurgan odam internet ishlash kerak. Sheriklarimizga telefon qilyapmiz, ularda internetda kontent olyapti-dek, kiberxavfsizlik oyligiga. Assalomu alaykum. Open budjetga ovoz bera olasizmi? Mahallaga. Mayli. Open budjetga ovoz berib oling, 30 ming so'mdan to'lov bor. Assalomu alaykum. Raqam aytishim kerakmi hozir? Ha, hozir raqamingizni kirgizishadi. Nomerni yozing. 88lik 88lik 030 030 03 13. 03 13. Kod bor, kodni aytib oling. Qaysidan kelib ko'rib berasizmi? Men birinchi kelgan. Mana shu aytib oling. 14 14 64. 14 64. Bo'ldi? Telefon gромко dedi. Tushunmadim, qarang. Yo'q. Adashib ketishdi bu yoq. Bir ikkita ish olib boryapti-da, o'shanga sal chalkashma bo'ldi. Nimaga qarang hozir? Kartadan pul ichildi deyapti-da. Yo'q. Sizga to'g'ri tushuntiryapman-ku, 2-3 ta ish bilan bandida o'shanga sal adashmovchilik bo'ldi. Bilmaysiz. Tushunmadim hozir. To'g'ri, sizga to'g'ri tushuntiryapman. Adashmovchilik bo'ldi. Biz open budjetga ovoz yig'yapmiz. Siz o'ylagandek firibgarlik, boshqa Boshqasi deyapti-ku, nega aldayapsizmi hozir? yo sizga gapirgani yo'q gapni. U gapni menga aytdi-da. Kamera bor. Yaxshimisiz? Open budjetga ovoz yig'yapmiz. 30 ming so'mdan to'lov bor. Qatnashib bering. Nomerni yozing. Ayting nomeringizni. 90lik. Keyin 685 685. Keyin 1400. 1400. Kodni aytib oling. 1878. 1878 kod. Telefon gромко dedi. Tushunmadim.
Qanaqa bo'lyapti? Yo'q, open byudjetga aka. Open byudjetga bo'lyapti. Adashib ketishdi bu yoq. Qarang, siz menga open byudjet demadingiz. Yo'q, bitta o'zingiz bosib gapiring o'shani. Open byudjet deyapman sizga. Menga yozib kodini aytdi. Open byudjet dedingiz menga. Yo'q, bo'pti. Open byudjetga просто bizni sheriklarimiz open byudjet saytidan open byudjetga sizga pul tashlab beramiz o'shani aytishadi. Sal qilib qo'lingni ol, ey. Kamera bor edi. Qo'l ko'tarib qo'ying.